Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlanın Bahadırnamə namlı romanının davamıga qulaq sağaysızlar. Tang səhərdə Moğolistan ləşkərlərinin cəngi ündəb çalğan nağrı sadası texi əmdələ erinçəklik bilən naştı qılıb oltırğan Moğol sərkərdələrini çöçütüb etdi. Keçidən beri şarabbazlıq qılıb texçi uxlavatqan böyük sərkərdə İhsan Tayşi çöçüb oyğandı. Onungacha boshqa sarkarlarni oldirab denib, oltin rang to'q qadalgan shoh chedirg'i kirishga boshladi. "Yo, jangi undavotidi buyuk xon oliylari", deb ma'lumot berishdi, yer so'yib ta'zim qilib. "Ular bir kechada yo'lbosning yuragini yavanmagandi", dedi İhsan Tayşi uyquga qonmay, qizirib ketgan ko'zlarini chekchaytib takabburlik bilan. "Men texi ularning oziq to'lik, yem xashkimizning tugishini kutib mudofiyadili turadigan o'xshaydi deb deganman. Ularga hamdamga lashkar kelgan bo'lsa, jang qilishni xohlab qoldimikin deyman", dedi to'limi baslik kelgan bir sarkarda ehtiyotchanlik bilan. "Har holda jangga chiqishga oldirmay, yovning ahvolini kuzatib boqaylimikin. Bizga ularning mo'shundoq butkul lashkarlari bilan jangga chiqishini kutib yotqili uzun bo'ldi", dedi bir ko'zi quyilib ketgan yana bir yakchashma sarkarda cho'ngchilik bilan. "Ularga hamdamga lashkar kelgan taqdirdimi yengilmas chavandozlarimiz tankilalishi mumkinmi? Yorliq tushirgaylar buyuk xon. Darhol jangga otlanayli." "Shundoq qilayli", dedi yana bir yosh sarkarda İhsan Tayshiga ehtirom bildirib turib. "Lashkarlarimiz uzundan beri puxodan chiqqidek jang qilmay zerikib ketdi. Fursatni g'animat bilib, Udul Qumul shahriga bostirib kirayli. Qumulning qiz cho'kanlarini bakmi chiroyli deyishidi. Lashkarlar qong'uchi bir ko'ngil ichib olsin." Yosh Mo'ng'ul sarkardasining gapi bilan tang boshqa sarkarlarning ko'zlarining shahvat ushqillari chacharadi. Qumulga bostirib kirgandan keyin bo'lang taloq qilib, oladigan g'animatlar ko'z oldiga kelishga boshladi. "Uyg'urlar o'qya yetishga mohir bo'lgani bilan qilishbozlikda bizga yetmaydi", dedi yakchashma sarkarda. "Necha vaqtdan beri mustahkam sepil va o'qyasiga tayanib oldimizni to'sib qo'ydi. Mana endi o'zlari jangga undayotdi. Ularning lashkarlari asosan piyoda, otliqlari bakmi oz. Qilichimizni ishlatmasakmi, otlarimizni ularni petiqlab jahannamga uzitdi." İhsan Tayşi mushundaq bir keng doirada jang qilishni orzu qiladi. Chunki Boris ko'lini osonda ishg'ol qilgani bilan Qumulni ha deganda ololmay yotadi. Bir necha qitimliq shiddatli hujumni Qumul lashkarlari o'qya manchanoqlari bilan chekindirgan edi. Shuningdek Qumul lashkarlarining oziq-to'likining tugishini kutib yetishga majbur bo'lgan. Lekin bunday kutishlardan zerikib ketgan edi. Uning darhol Qumulni elib qish kirgicha Turpanga hujum qilish plani bor edi. "Farmon", dedi İhsan Tayşi qaddini ruslab. "Butkul qo'shin darhol jangga otlansin. Bugun Qumulni olmasak hisob emas. Shaharga eng avval kirgan sarkard lashkarlar xazinadagi barliq mol dunyoning egasi bo'ladi." Azaldan jang g'animatlariga tayanib kun kechirishga odatlangan Mo'ng'ul sarkard lashkarlariga xonning farmoni yoqdek yoqdi. Texi qo'lga kirgizmagan o'lchilarni bir-biridan qizg'inishib, xon chedirdan yugurib degdek chiqishdi. Birdamdila Mo'ng'ul qarorgohida otlarning chopchip duprlashlari, kishnashlari falakka yetdi. Sarkarda Bo'ron xo'ja bilan Roji xo'ja Niyoz marganlarni loyxandikining atrofida bo'ktirmada qo'yib, 3000 piyoda qilishvoz lashkar bilan Mo'ng'ul qarorgohiga qistab kelgan edi. "Asrda bo'lsin sarkarda", dedi Roji xo'ja Niyoz Bo'ron xo'jani ogohlantirib. "Yo'l lashkarlari qarorgohidan hujum qilib chiqishaman, lashkarlarni tezdan chekindiraylik. Ular loyxandikiga patqandan keyin ondan qilish yalang'ochlaymiz." Bo'ldi. Bu gapni atgandan beri Shahzod oliylari, Supurgi Mirzo, yana tex Amirzoda Saydali olib to'li jiklab qulqimni pon qilib etdi. Endi o'zlar jiklab yurmislim bo'lar, dedi Bo'ron xo'ja terikib. Shahzoda oliylari bu gapni o'zlariga mushundoq to'xtamay jiklab turishimga farmon bergan.
dedi Sərkərdə Razi Xoca Niyaz külüb. Ular özlərinin həm qaram, həm olduraqsan micazlarını obdan bildiğen çeği. Sərkərdə Boran Xocamı pıxıldab külüb etdi. Yav ləşkərləri atlıq çıxsa ağıqlandırışlarını anlayman. Navad piyada çıxıb qalsa məndə rəncimislər. Ol çağda mən özlərini ağıqlandırıb yürməyəm, dedi Razi Xoca Niyaz. Ular gepi tügəməylə yav qarargahı tərəfdən aval osmon bələk çang tozan götürüldü. Andın tümənləyən atlarının tuyaq avazı zəminni titrətdi. Dəqiq ötməy bulutda götürülgən çang tozanlar arasından səldək bastırıb keliyotgan Moğol çəvəndazlarının qarısı göründü. Yılıq ağıqlandırışını yen bir təkrarlayman mı, Sərkərdə? Dedi Razi Xoca Niyaz Sərkərdə Boran Xocaga qarab. Acatsiz, dedi Sərkərdə Boran Xoca qolunu silkib. Ləşkərlər tezdən çekinsin, bulmuş ülgürənməy qalımız. Tezdən çekininglar, deb vaqirdi Razi Xoca Niyaz ləşkərlərə qarab. Ləşkərlər qəsdən qo'rqqan, sarasımga tushgandek bo'lib, qo'llaridagi tog' alam, nog'ri dumbaqlarini tashlab, orqasiga qarab qechishga boshladi. Qomul shahriga eng avval bostirib kirib, xazinani o'ljilish vasvasasiga tushgan Mo'ng'ul chavandozlari yovni qo'rqib qochdi deb o'yladi-da, otlarini jon jahli bilan qamchilashga boshladi. Tuyoqlaridan o't chachirtib, xuddi saldak bostirib kelgan Mo'ng'ul chavandozlarining otlari orqa-orqadan loyxandikiga mo'llaq qatdi. Loyxandiki hilesiga karomatini ko'rsatgan edi. Otchi qamchi zarbisida o'qdak chepib kelayotgan otlar xuddi orqasidan g'oyat zo'r bir kuch ittargandek birining ustiga biri yiqiladi. Qo'mildagi tumanlagan lashkar va xalqning bir kecha uxlamay yasigan loyxandiki kang ham cho'nqur bo'lib, Mo'ng'ul otliq lashkarlarining yermini degidek yutib olgan edi. Qolgan otliqlar o'zlarining aldanganligini sezib, otlarining tizginini oqiq tortishga ulgurganda tamoman kechikkan edi. 2000 merganning otgan o'qlari osmondan yomg'ir bo'lib to'kilishga boshladi. "Qani yigitlar, endi navbat bizga keldi", deb vaqirdi qilichini yalang'ochlagan Sərkərdə Boran Xoca yov lashkarlarining patparaq bo'g'inini ko'rib. Shu asnoda yog'ochdan yasalgan 10-15 gaz egizlikdagi kuzatish munarida jang vaziyatini kuzatib turgan Supurgi Mirza kechidan Mo'ng'ul qarorgohining orqa tarafiga o'tib ketgan Ishkaga Oxunbek bilan Sərkərdə Mənglik Oqniyozg'in nog'ri chaldirib belgi berdi. Shuning bilan Tang Saydali olib qoldi qatli lashkarlarni boshlab Purshavul qo'shinining kaynidan jangga otlandi. Butkul zaminni qir-chap sadolari qopladi. Purshavul qo'shinidagi bir qism lashkarlar egisiz qolgan Mo'ng'ul otlarini minib ulgurgan edi. Oldi va orqa tarafidan zarbaga uchirgan yov lashkarlari qattiq sarosimga tushib qoldi. Mustahkam jang saplari buzildi. O'lim vasvasasida har qaysi o'z jonlarini elib qochish halakchiligida qolgan edi. O'z qarorgohidagi kuzatish munarida turib, jang vaziyatini kuzatayotgan Eson Tayshi oldi sapning qalaymaqallashganligini, orqa tarafining xuddi yerdan unib chiqqandek paydo bo'lib qolgan Mo'g'uliston lashkarlarining shiddatli hujumiga uchirganligini ko'rib, baloqsodlik ishida oldirab yenib pastga tushdi-da, Sərkər lashkarlariga jang chaldirib chekinish farmoni berdi. U bunday tez mag'lub bo'lishni xiyoliga keltirmagan edi. Faqat oz bir qism lashkarlarla qechib qutuldi. Mo'g'uliston lashkarlari piyoda bo'g'ashqa qo'g'lab zarba berishga amalsiz qoldi. Patqaq ketib qolgan necha ming'an otlarning ko'pinchisi o'lgan edi. O'lmaganlarni bamilliqa mingilib bo'lmaydi. Birer mingchi Mo'ng'ul etini g'animat olgan Sərkərdə Boran Xoca bilan Mənglik Oqniyozning Purshavul qo'shini yovni jon jahli bilan qo'g'lashga kirishgan edi. Lekin Saydali olib, ularning omon qolgan necha ming'an Mo'ng'ul lashkarlariga tankilamaydiganligini pamlab, Tavochbeyni darhol avatib, ularni qo'g'lashdan to'sib oldi. Jang g'alaba bilan oxirlashdi. Mo'ng'ullarning chedir bargohlari, oziq-tulik, yem-xashaklari to'liq g'animat e'lon edi. Tavochbey degani jang mezgilida buyruq yetkazuvchi bey debdi izohatda. G'alaba qilgan turuqliqma jangni ogal to'xtatgan nadi va oliylari.
dedi çılıq-çılıq tərləb ketgan sərkərdi Boran xoca terkib. Əmdi bir xumardan çıqay deb turganda Yolbaşını taqqa qoyub etgəndək iş boldu da bu, dedi sərkərdi Razi Xoca Niyaz Boran xocanın tərifini elib. Özlərini besib elişdiler, elimi obdallı xumardan çıqıb elişdiler, dedi Seydəli alıb külüb. Ol qaşqın yavının sanı özlərinin ləşkərlərinin sanından nəccəsi köp. Navadı ola arqısından azlı ləşkərinin qoğlab kelib atqanlığını bilsə, etinin tizginini kəylik buraydı. Ol çağda piyadlarımız əmdəmdə buluşub ülgürənməydi. Sərkərdi Boran xoca gəp qilishqa ağzını öməlləvidi, Şahzad Üveysxan onu eğiz açqızmadı. İki sərkərdə elimi köp bahadırlıq göstərdiler. Şahzad Üveysxan gepidən toxtab kütükçisiga qaradı. Bu qitimqi jangning birinchi ajr töhpisi Amirzodi Seydali olib, Sərkərdi Boran xoca, Sərkər Razi Xoca Niyazlarga yezilsin. G'animat ilingan barliq jang otlari ol 3 sərkərdiga tortiq qilinsin. 3 sərkərdə o'rinlaridan turib minnatdorligini bildirishdi. Şahzadə alilərinin himmetiga təsənna. Qanchalik ot g'animat ilinibdi, editlab chiqdilimi? So'radi Supurgi Mirzo Yorag'berdor Bekka qarab. Yorag'berdor degani qurol yarog' boshqaruvchi bek deb izohatdi. Ma'lum bo'lg'ay, da'monliq mengil bo'ldig'ini 3000 tuyoqdan oshidi, dedi Yorag'berdor bek. Loyxandikiga petib qolgan otlarning bir qismlari o'libdi, bir qismlari nokar bo'pti. Qarg'i kagidakları 500 ga yetar deyman. Yo'qsa amlisak birer 2 oyda qarg'i kelurmikin? Ondaq bo'lsa 3000 otni har bir sarkarda 1000 dan o'lishkay. Amlaydigan otlarning ishini keyin bir taraf qilurmiz, dedi Amir Supurgi Mirzo. Hay eset, bir munch esil otlar loyxandikida halok bo'ldi-da, dedi Shahzod Üveysxan. Ondaq bo'lsa xandak kelisini o'ylab tepib, shuncha bola otlarning o'lishiga sababchi bo'lgan Amirzodamga tortiq qilingan otlarni Sərkər Razi Xoca Niyaz janoblari bilan ikkimiz tang o'lishaylik, dedi Sərkərdi Boran xoca chaqchaq qilib. Mayli, ot o'zlaridan aylansin Sərkərdə, dedi Seydali olib kulib. O'lgan otlarning terisini so'yib elib osh xandakka ko'mib etaylik. Amlisakmi qarg'i kelmaydigan otlarnimi bo'g'izlab terisini so'yib olaylik. Go'shtini avomga ulashtirib beraylik, dedi Supurgi Mirzo. Bo'libmi otlarning topini bir taraf qiladigan ishlarga tezroq tutish qilaylik. Bo'lmasa terisi zoya bo'lib ketadi. O'lgan yovlashkarlarning terisini shilvolamdi qandoq deb chaqchaq qildi Sərkərdi Manglik Aqniyaz. İxtiyorlari, dedi Supurgi Mirzo kulib. Lekin yovlashkarlarning o'likini ko'mishga o'zlar mas'ul bo'lsalar. Og'zimdan balo qoldimmi nima? Dedi Manglik Aqniyaz. O'ltirmisi tex bo'lmasa, ko'mmisi tex bo'lmasa. O'ltirganlar paraq qilib kulishib ketdi. Amis shundoq bo'lsin, dedi Shahzod Üveysxan. Har qaysi sarkardilar ishlarni ildam putkizib, qo'shinni tartibga selib olg'ay. 2 kundan keyin Boris ko'lga qarab yo'lga chiqamiz. Bosh ustiga, dedi sarkardilar o'rinlaridan dast turishib. Qiz kirishi bilan Turpan shahri xeyli salqinda qolgan bo'lsin, Mo'g'ulistonning boshqa yerlariga selishtirganda xeyli issiq edi. Kuzlik yemishlar ko'cha rastlarda to'kma bo'lgan bo'lsin, xaridorsiz baqqallar chivinqo'r edi. Yoz faslida kunduzi odamsiz ko'rinadigan ko'cha rastlarda hozir odam mig'ildaydi. Xanzu, parang, hindi savdogarlari mangdamda bir uchraydi. Söp-süzük qariz suvlari erixlarda shirildab oqatdi. Qalandarlar, yalqovlar tom to'ylarida oftob sinishabdi. Ordu sepilining ustida u yoqdan bu yoqqa erinchaklik bilan mengib yurgan qorovullar orduni texni sirliq ham surlik tusga kirgizgan edi. Ordu ichini Ko'riston jimjiq
Orada içini Göristan jimjitliği kaplagan bolup, əmirlərdən tatıb addi xizmetkarlarca həmmin çırayda allaqandaq düşünüksüz hayacan hüküm sürətdi. Ularning təşvişlik gözlerinden işki duygularını aşkarlaş taqazzalıqı balıb ketdi. Amma hech kim ko'nglidagi təşviş, guman, qiyoslarni bir-biriga bildirishga jur'at qilolmaydi. Həftədən beri Sultan Shir Muhammad Xan Zuvandan qolgan edi. Xonning ahvolidan xabar topgan barliq orda ahli uning uzoq yashamaydiganligini allaqachon jazmlashtirib bo'lgan edi. Shahzoda Uvays Xonning lashkar tortib Qumulga borganligi, Qumul amri Supurgi Mirza bilan birlashib, Qumul shahrining bo'sug'isiga bostirib kelgan Mo'ng'ullarni tal-to'kis tarmar qilib chekindirganligi, hozir Mo'ng'ullar bilan Borisgulda jang qilayotganligi ularga sir emas edi. Shahzoda Uvays Xonga munosabatli har xil abbost xabarlar Turpan shahrida eqib yurganiga bir oydan oshgan bo'lsa, bundaq paranglar besilish tugul kundan-kunga ovib qolgan edi. Shahzoda Uvays Xon Qumulga lashkar tortibdi-dak. Qachonqi gap bu? Aslida Turpanga lashkar tortmoqchi ekanmish. Xon oliylarining g'azbidan qo'rqib qopdi-dak. Yo'q, aslida Udul Ostoniga lashkar tortib kelmoqchi ekandiq. Xon oliylari eg'ir kasal bo'lg'achqa payldan yenibdi-dak. Shahzodaning lashkarlari har qancha jiq bo'lsa-mu, xon lashkarlariga tankilanmaydi. Xon lashkarlariga tankilanmaydi. Xatolashibdilar taqsir. Shuncha bola kuchlik Mo'ng'ullarni ter-peran qilgan yerda xon lashkarlariga tankilanmasmi? Ogal yotlarning adini beray degan gap. Kasal yotgan xon bilan jang qilsa, bahodirlik savkitiga nuqson yetishdan ansirgan gap. Validasi Sultan Xotun Shahzodani Turpanga lashkar tortishdan to'sib qopdi-dak. Ogal Mo'ng'ullarni tasarrufimizdan qo'g'lab chiqarmay turib, Ostoniga qadam bosdan bergan sutimga rozi emasman debdi-dak. Shahzodaning lashkarlari ajoyib pahlavon yigitlarmish. Yurtlarning eng nochi yigitlari Shahzodaning atrofiga to'planganmish. Soni tumandan osharmish. U lashkarlarning orasida Qashqar, Yarkentlik novchilar chiqmish. Xotelliklarmi bormish. Oqsu, Kucha, Uch, Cholishlarmi bormish. Charchan, Lob, Ko'nchiliklarmi ham bormish. Ili, Beshbaliq, Olmaliqdimi xeyli ko'p yigitlar kelib qo'shilganmish. Yaqinda beri Turpandan Qumulga qarab manganlarning oyog'i uzilmayotdi. Shundoq qilib Shahzoda taxtni tortib olarmi? Tuzuk gap qisna. Shahzodaning taxtni tortib olsa bo'lsa, obiyamni tortib olmasmidi? Qumulga lashkar tortib yurmay. Shahzodaning muddasini belgilab bo'lmadi-ku ta. Qo'l ostidagi yigitlar ajoyib bahodirlarmish. Har biri birdan yov lashkarini ot-potlar bilan qo'shib loyiga potirib cho'ktirib atganmish. Lap urmisina. Rost deyman, o'z ko'z bilan ko'rganlardan angladim. Yov otlarning o'ligi tog'dak do'linib ketganmish. Yo, Parvardigor. Ular oshundoq bahodir yigitlar bo'lmasa, saldak bostirib kelgan otliq Mo'ng'ullarga qandoqmi tankiladisin? Omon qolgan Mo'ng'ullar Udul Borisgulga qarab qechibdimish. Hozir Shahzoda Mo'ng'ullar bilan Borisgulda jang qilib yetibdimish. Jang qilgani ne vaqtga gap? Borisgulni tortib olib, ularni o'z dargohlariga qo'g'lib yetibdi-dak. Mo'ng'ullarni ikkinchilab bu taraflarga qor yomg'irda qilib yetibdi-dak. Yo'q, undaq emas ekan. Shahzoda Borisgulda Mo'ng'ullardan yengilib qopdi-dak. Borisgulni Mo'ng'ullarga tashlab berib, Qumulga kechib ketdi-dak. Bundaq bo'lishi mumkin emas, Jumo. Men ishonmayman. U degan Amir Kabir Shirali o'g'lonning o'g'li tursa. Anglishimcha, Shahzoda hozir Ostoniga qarab kelib yetibdimish. Mening anglishimcha, Shahzoda xon oliylari kasaldan saqib qopmoqcha Ostoniga hargiz bormayman deb ont ichibdi ekanmish. Ishqilib yaratgan Tangri el yurtga osoyishlik beradi. Taxtni ular tolishib jang qilgani bilan jafosini biz tortamiz. Xon oliylari kasal bo'lgandikin toji taxtni Shahzodaga o'tnib bersin bo'ladi.
Ay, pasrak gap qilsizlar. Bu gapni ordining payloqchilari anglab qolsa, ishlari chatoq. Tillarini kesib yetadi. Xudoyim saqla. Xudoyimg'o saqlaydi, lekin tilimizni yig'masak ham bo'lmaydi. Bir necha ogal jokarchilarning saltanat ishlari haqida xohlagancha gap qilmaslikni, jokarlaganlikni anglamaganmi o'zlar? Tilimizla emas, qo'limizmi ketadi. Endi deyman-a, xon olilar eg'ir kasal yotsa. Voy, niman cho'pik eg'iz o'zlar. Ordining xon olilarning kesilini yushirayotganligini bilmamdilar. Unugo bilaman. Bilgan bo'lsalar bo'ldi, og'izlaridan chiqarmay ishchilarni bilsinlar. Shu kunlarda orda tinish emasmish. Amirlarning ko'ngli joyida emaskan. Xon olilar zuvondan qapti deb anglayman-ku. Xudo biladi. Uluspegi orda ishlarini qattiq boshqaryapti. Uluspegini xondan ranjib qapti deb anglab edim-ku. Hey, u qay zamondagi gap? Xon shu ahvolda yotsa, Uluspegi botnab yurivas bo'lmas. Ishqilib bir odam jo'nqirib turmasa, ordan nizo kelib chiqadi. Uluspegdan xon olilarmi xeyli taptatamish-kan. Boshqa amirlarmi Uluspegdan qattiq ehtiyot qilarmish. Uluspegini faqatli kulmaydi-kan deb anglayman-ku. Qopqi yomon bo'g'ini bilan dili yumshoq odammish. Uluspegi shahzod olilarni qo'llarmi? Bir nima deb bo'lmaydi. Meningcha xon olilarni qo'llaydi. O'zayili xon olilar shahzodni ostandan qo'g'lab etganda Uluspegi hech nima demabdi ekanmish. Shahzodni ostandan qo'g'lab etishga xon olilarni Uluspegi kuch kiritibdi ekanmish. Biroq Uluspegning cho'ng navrisi Saydali olib, hozir shahzodning sarkardisikan-ku. Ma'u gapni ko'ring. Ishonmayotdilar, ha? Shahzodning cho'ng singlisi Sulton Malika hozir osh Amirzodning o'g'chisimiş. Amirzodini Samarqandda zindonda ekan deb anglab edim. Hey, ol ishlarning rost yolg'onini kim biladi? Amirzodini shahzodning endi ko'rganlar bor ekan. Uluspegning bundan xabari yo'qmidi? Ordudagi amirlar ko'ngildagini hech kimga demaydi. Qollasidan ansiraydi. Shundoq, put yugurki oshqa, eg'iz yugurki boshqa emasmi? Vallohu alam, bir yaxshilik bo'lib qolur, ilohim. Taxtga kim o'ltirsa mayli, el yurt omon bo'lsa bo'ldi. O'rtadagi cho'ng kichik amirlarning hammasi ko'chada eqib yurgan bu paranglardan to'liq xabardor edi. Lekin orda ichida bundaq gap so'zlar faqatla tilga ilinmaydi. Ular ham gaz, ham gochi bo'lib elishgan edi. Xeylidan beri ta'minatsiz, muassiz qolgan xufiya payloqchilar ko'chada eqib yurgan bu gaplarga parvosiz bo'lib qolgan edi. Yatku sumu ordada anglaydigan odam yo'q edi. Amirlar bir-biridan ehtiyot qilishardi. Hammasining ko'ngillarida o'zlariga tushliq so'qqan cho'tlar bor edi. Ular xonning pat yaqinda qazo qildiganligimi, shahzod Uvays xonning pat yaqinda turpanga kelib taxtda o'ltirdiganligimi shinatdi. Hech nimani anglamagan, bilmagan bo'lib elib, beparvo qiyofatga kirib bilan o'rdada pat yaqinda yuz beradigan o'zgarishni o'zlaricha mo'ljallashatdi, dansaytdi. Ordada o'zgarish bo'lib taxt egisi olmasa, hozirgi mansibini saqlab qolish qalanmasligini mulohiza qilishatdi. Shahzod Uvays xonga kimning yaqinligini, kimning shahzod bilan aloqa qilayotganligini bilib olmoqchi bo'lishadi. Burunroq aqlni jo'rib, shahzodaning diyerkini qilib, sadoqatini bildirib qo'ymaganiga pushaymon qilishadi. Shaharning Uchko'rik mahallasiga joylashgan Amir Kabir qasriga yoshirinchi berib, Malika Sulton xotunga salom berishga uringanlarmi bo'ldi. Lekin Malika Sulton xotun hech kim bilan ko'rishmadi. Avatgan sovg'a salomlarini qabul qilmadi. Sulton Shir Muhammad xonning ikki o'g'lidan birini noib xon qilib ko'tirishni planlaganlarmi bor edi.
Bular öz vaqtida Sultan Shir Muhammad Xon tarafda turib, uning xonlik taxtida o'tirishiga alohida kuch chiqargan, keyingi vaqtda uning e'tiborlishiga erishgan amirlar edi. Ma'yit afsuski, ularning qo'llarida Sultan Shir Muhammad Xonning o'g'illarini valiahdlikka tayinlagan vasiyat yo'q edi. Ular muddasini xonishga bildirdi, lekin xonish bundaq vasiyatning yo'qligini aytdi. Shu topda Sultan Shir Muhammad Xon harakatsiz, zuvansiz edi. Şuna vasiyat yazdırışının imkaniyeti yok idi. Sultan Shir Muhammad Xon mangu o'lmaydigandek valiahdi belgilemegen, vasiyatni qoldirmagan edi. Şuna ularning bu plani amalga oshmadi. Bundaq ahvol ostida qurultay chaqirish orqali noib xon belgilashdan boshqa chora yo'q edi. Lekin nima uchundir Ulug'bek Xudoydat qurultay chaqirishning noib xon belgilashning hojati yo'qdek bahramon yuratdi. O'shunda qatmal vaziyatda Ulug'bekdan boshqa har qanday bir amirning qurultay chaqirishga farmon berish huquqi yo'q edi. Biroq ular oldirab qolgan edi. Oldirmasmi bo'lmaydi. Shahzodlardan birarini darhol noibxon qilib tiklib olmasa, keyin shahzod Uvaysxon taxt da'vosi qilib ostonaga kelsa, ularning har qanday gapi oqmaydi. Navoda shahzod Uvaysxon taxtda o'tirib qolsa, mansablarini saqlab qilish u yoqda tursin, qo'llarini saqlab qololmaydi. Shuna ular oxiri atiyarlik qo'bolda eg'iz ochdi. Janobi qibligahimiz uzundan beri o'rin tutib yetib qolganlik uchun toji taxt posibonsiz qilyotidi. Bundaq ketaversa saltanat ishlariga daxli yetib qoladi. Xonish oyim qurultay chaqirib shahzodlardan birarini noib xonlikka ko'tirsak deydi. O'zlarcha qandoq qilsak bo'lar janobi amirlar? So'radi Ulug'bekga hech nimani bilmagan qiyofatga kirib. Bizmi xonish oyimning taklifini loyiq ko'rdik, deyishdi amirlar texmi azvaylab. Janob oliylarning muborak tenining qachon shifo tepishini bilmaymiz. Shunlashqa shahzodlardan birarini noib xonlikka ko'tirsak, oliylarning ko'ngildagidek ish qilgan bo'lamiz, ham bu saltanatimizning osoyishtligiga foydali. Ulug'bek Xudoydat ranjigan qiyofatda ularga qopqini turib tikildi. Janobi amirlarga helitin xon oliylarining kerak qolmabdi-da. Yo'qsu, bizning muddaimiz hargiz undaqa emasdir, Ulug'bek hazratlari. Deyishdi qattiq cho'chib ketgan amirlar tillarini chaynab. Oliylar harakatsiz, zuvansiz bo'lib qolg'ashqa, biz qibligahimizning muborak tenining shifoliq tepib, kasal azobidan qutulib ketishdan cheksiz umidvormiz, dedi Ulug'bek tamkinlik bilan ularning so'zini bo'lib. Garchi xon oliylari zuvandan qolgan bo'lsa-mu, as-hushini yo'qotgani yo'q. Zehni quvvati joyidadir. O'ylab baqsinlar janobi amirlar. O'shundaq chaqda qurultay chaqirib, noib xon belgilasak, oliylarning dili ozar emasmi? Avom ra'iyat orasida oliylarning ahvoli to'g'riliq fitna fasod paydo bo'lmasmi? Saltanatimizning ag'yorlari buningdan foydalanib, avom ra'iyatni saltanatga qarshi ish ko'rishga qutratmasmi? Hozir Qumul, Boriskul diyori Mo'ng'ullarning tahlikasida turyotidi. O'rdada bundaq ishlar yuz bersa, yov bilan yog' qilayotgan sarkard lashkarlarimizning ko'ngli bo'linib ketmasmi? Amirlar Ulug'bekga gap deb bermay, lossida bo'lib qilishdi. Bundaq bema'ni xiyollarni oz qilib, xon oliylarining kasal azobidan tezroq saqayib ketishini tilasunlar. Kimiki og'ziga kelgancha jo'ylib o'rdadagi ishlarni sirtqa yoysa, el yurtda fitna fasod paydo bo'lishiga sabab bo'lsa, avom ra'iyatning ko'nglini beorom qilsa, xonga osiylik qilganlar qatorida qattiq bir taraf qilinadi. Ular qurultay chaqirib noib xon belgilash taklifini bersak, o'rdadagi ko'p sonliq amirlarning qo'llashiga erishimiz deb o'ylashgan edi. Biroq hech kim ularni qo'llab bir ig'izmi gap qilmadi. Ulug'bekning so'zlarini cho'chib turib anglashdi va olmon-talmon qo'llab ifoda bildirishdi. Barhaq, Ulug'bek hazratlari haq aytadi. Janobi hazratimning muborak dinining tezroq shifoliq tepishini tilaymiz. Qibligahimizga uzun umr tilaymiz. Hozir qurultay chaqiradigan payt emas. El yurtning ko'nglini xotirjam qilish hammadan muhim.
Xeylidən beri Sultan Şir Muhammad xandan rəncib yürgən Ulus-Begi Xudaydat barlıq ümidini Şahzadə Üveys xanğa bağlab, ordu işlərinə anç aralashmay yürgən idi. Biroq kütgan qaralda Şahzadə Üveys xandan xəbər bo'lmadi. Bu iş uni xeyli əndişəyə sep qoyğan idi. Şahzadə Üveys xan Qo'milga rasmiy yurish qilgandan keyinla ondan Olchinbekni Ulus-Begiga xabar yetkazishga avatdi. U sadoqatman nökri Olchinbek bilan ko'rishgandan keyin ondan Ulus-Beglik martabasiga tayinib, xonning atrofini o'rab olgan amirlarni bir-birlab xondan yiroqlashtirdi. Kesal azobida qiynalib, g'ayribsinib qolgan Sultan Shir Muhammad xonmi Ulus-Begiga ilgarigidek so'g'uq muomala qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunday qilib, Ulus-Begi o'rdadagi nupozni qaytadan tezla asliga keltirib oldi. Shu oraliqdan Shahzoda Uvays xonning Qo'milga kelganlik xabari yetib keldi. Har qanday amirning sirtdagi ishlarni xonga ma'lum qilishni qattiq cheklagan Ulus-Begi bu xabarni xonga o'z og'zi bilan yetkazdi. Bu xabardan Sultan Shir Muhammad xon xuddi beshiga chaqmoq tushgandek cho'chidi. Chiroyi ko'kirib, bir hazo gap qilolmay qoldi. Derhal yorliq tushirsin, dedi Sultan Shir Muhammad xon oran so'zlab. Qo'mil amri Supurgi Mirzo ol tuzkor Shahzodani derhal tutib ordiga avassin. Kollisini avasmi mayli. 2 kun o'tganda Ulus-Begi Sultan Shir Muhammad xonga Shahzoda Uvays xon bilan Supurgi Mirzoning birlashib qo'shin tashkillab Mo'ng'ullarga qarshi jang qilmoqchi bo'lganligidan ma'lumot berdi. Bu qitim xon texnik qattiq g'azablandi. Farmonimga xilof qilgan ol tuzkor Supurgi Mirzoning kollisi elinsin. Derhal icra qilinsin, dedi. Jaloqlab titrab. 2 hafta o'tganda Ulus-Begi Sultan Shir Muhammad xonga Shahzoda Uvays xon bilan Supurgi Mirzoning Mo'ng'ullarni tarmar qilib, kaynidan Borisgulga qo'g'lab ketganlik xabarini yetkazdi. Bu ma'lumotni anglab Sultan Shir Muhammad xon nafsi yetishmay ustiga o'rdab tinib qirdi. Ko'zining qoriqi tortilib qoldi. Tishlari kirishib, og'zidan ko'pik keldi. Tiyipla oran testa uni tinchlantirdi. Afsuski Sultan Shir Muhammad xon zuvandan qolgan edi. Mana haftadan beri zuvansiz yotibdi. Gap qilish uchun og'zini o'mallaydi-yu, lekin ovozi sirtqa chiqmaydi. Ming testa tovush chiqaradi, lekin nima demakchiligini hech kim anqiramaydi. Oliylarning qishig'i bundan keyin tiyipdan boshqa hech kim xohlagancha kirmasin, dedi Ulus-Begi farmon jakarlab. Chunki xon oliylari hozir zuvandan qoldi. Qishig'i kirib chiqib yursanglar, sizlar bilan muңdashqis keladi. Gap qilay desa tili zuvanda kelmagandan texmi bak beoram bo'ladi. Bu oliylarning kesilining tezroq chiqib tepishig'i foydasizdir. Ulus-Begi Xudaydat mush ishni bahona qilib, Sultan Shir Muhammad xon bilan boshqalarning aloqa qilishni cheklagan va o'rda ishlarini butunlay qo'liga olgan edi. Yoshlanib qolganiga qaramay, xeyli tetik yuradigan, oldirab qapqi ichilmaydigan bu qeri amirdan o'rdadagi cho'ng-kichik amirlarning hammasi azaldan hayiqatdi. Shuna uning farmoniga hech kim g'ing-ping qilolmadi. Haliqi amirlarning qurultay chaqirib noibxon belgilamoqchi bo'lishining sababimi Ulus-Begining kuchayib ketgan huquq imtiyozini cheklash edi. Afsus, ularning bu urinishini Ulus-Begi 2 gap bilan yo'q qilib etdi. O'z g'ami bilan qolgan boshqa amirlarmi mushundaq inchki vaziyatda Ulus-Begining chishiga tegib qo'yishni xohlamaydi. Shunlashqa Ulus-Begini qo'llab sadoqat bildirishga boshlagan edi. Ulus-Begi Xudaydat ko'nglidagini hech kimga bilindirmay to'liq xotirjam yurganda qig'ini bilan oldirab qolgan edi. Chunki Sultan Shir Muhammad xon olmadis tuyuqsiz qazo qilib ketsa, qurultay chaqirib 2 xonzodadan birini taxtga o'ltirg'izishga majbur bo'ladi. U chaqda Ulus-Begi har qancha qilibmi saltanatning bu muhim ishini kayniga surishga sabab topolmaydi. Yangi xon tiklanib qolsa, Shahzoda Uvays xonning taxtni tortib olish ishiga hamdamda bo'lishga iloji qolmaydi. Yangi xonga hamdam bo'lib taxtni qo'g'dashga, Shahzodaga qarshi turishga majbur bo'ladi. Chunki azaldan davomlashgan udum bo'yicha Ulus-Begi mayli qandoq ish yuz berishdan qat'iy nazar xonga cheksiz sodiq bo'lish kerak edi. Unda qilmasa Ulus-Beglik martabasiga
şan şöhretiga yuz kelanmaydi. El ulusning la'natiga qolatdi. Qerib ikki puti go'rga sangilganda xonga osiylik qildi degan haqoratni ko'taranmaydi. Shunga dastlabda Shahzoda Uvaysxonning taxtni tortib olish ishiga mo'tadil pozitsiya tutgan Sulton Shir Muhammad xonga bo'lgan sadoqatini saqlab qolgan edi. Mana endi fursat pishib yetilgan edi. Mush paytda Shahzoda Uvaysxon Ostonaga yetib kelsa, xonning ig'ir kasalligini, ikki xonzodaning go'dakligini sabab qilib, uning taxtda o'tirishiga, saltanatni qo'liga elishiga yo'l ochib beralaydi-da, yiliqidek haqoratlardan, to'qilanatlardan qutulib qoladi. Sıxmı köyməydiğən, kavabmı köyməydiğən ən yaxşı amal muşu idi. Nəhayətim əfsus ki, Şahzadə Uvaysxon taxt saltanatdan mərdlik, bahadırlığın üstün bilib, beçara Ulusbegini kolini ögzüge çıkıp şapaq yigizishga məcburlab atdı. Kolini ögzüge çıkıp şapaq yigizish degan iboraninki izohatini o'qib o'tay. Bir yurtda yaşanıp qalğan bir cüp xotin bar ekan. Bir kun ular kuzda optob qisag'an qo'g'indan birini o'giz tilib ichib yepti-da, qo'g'inning shapqini seg'in enikiga bermoqchi bo'lishibdi. Kash kuz mezgili bo'g'iniga qaramay havo to'limi ochiq bo'lib, optob bekmi rohatlik ekan. Ular maslahatlashib, seg'in enikining sovuq eg'ildi shapaq yegindan ko'ra, o'zlari bilan o'gizda optob singa shapaq yeyishini afzal ko'ribdi-da, kolini o'g'ziga chiqib shapaq yegizmoqchi bo'lishibdi. Debdi izohatda. Ziddiyatli xayollardan bosh ololmagan Ulusbegi cho'nqur xursinib qo'ydi. Hech bo'lmasa Shahzoda oliylari Turpan tarafga kelgach tursa bo'ladi. Barskuldagi Mo'ng'ullar bilan qilgan jang qandoq natijlangandi? G'alaba Nusratga yuzlanganmidi? Yuznalganmidi? Suyimlik navram Saydali olib qandoqroq turgandi? Qo'ymi seg'indi. Ular Ostonaga tezroq kelsa, Shahzoda oliylari taxt saltanatni qo'lga olsa, menmi Ulusbeglik martabamni o'l navramga topshirib berib, Makka mukarramni tavob qilishga menga oson bo'ladi. Yaşınıp qaldım. Put qo'limda ilgirgidek undaq mag'dur quvvat yo'q. Hech bo'lmasa sadoqat men chaparminim Olchinbek bir xabar ib kelsa bo'ladi. Endi Shahzoda oliylarining ro'yiga baqsam bo'lmaydi. Uni bir amal qilib Ostonaga tezroq kelishga majburlay. O'rdadagi amirlarning muddasidan xabarlantirsam ekan ya. Shunday qilay. Navram Saydali olibga ko'nglimdagi tafsiliy bayon qilib maktub yo'llay. Shahzoda oliylarining Ostonaga akilishning amalini shu qilsin. Bo'ldilar. Olchinbekni saqlab nima qilaman? Shahzoda oliylarining nadligi menga oydin. Qo'mildi bo'lmasa Barsgulda. Ish qilib ikkisining birida bor. Kimni mang'usdan bo'lar? O'g'lim Mir Muhammad Shohni avataymi ya? Yo'q. Unda qilsam bo'lmag'dak. Bu degan bir 2 kunlik safar emas. Bu degan bir 2 kunlik safar emas. Mir Muhammad Shoh o'rtada bo'lmasa ular gumonlanib qoladi. Ajaba, qasrimda Olchinbekdek sadoqatman navkardan yana biri yo'qmidi? Odam qiyirganda gumonxo'r birov ishonmas bo'lib qolamdi nima? Meni tuzkur Xo'ja Sharif mushundaq gumonxo'r qilib atgan o'xshaydi. Ulusbegning esiga Xo'ja Sharif kelishaman, Xo'ja Sharifning sotqinligi sababidan vaqtsiz o'lib ketgan o'g'li Said Ahmad Mirzo ko'z oldiga kelib, yuragi echishib ketdi. Vujudi farzand o'tida o'rtandi. Ko'ziga g'illidi yosh keldi. Ulusbegi farzandlari orasida tili kamtuk ham g'os oshi o'g'lini boshqacha yaxshi ko'radi. Balkim meyib farzandni boshqa farzandidan bakrak e'tiborlash, bakrak ko'yinish hamma ota-onalarga o'rtaq o'din bo'lsa kerak. Shu sababdan Ulusbegi Xo'ja Sharifni mangu kechirmaydi. Qo'lidan kelsa, uni hozirlab burdi qilib etkisi keladi. Boshqa saroy uylariga selishtirganda, ancha cho'ng bo'lmasimi, hashamatlik bezalgan, o'yiqchilarga Qur'on Karim, hadis sharif qatorliq diniy kitoblar tuzilgan, tomlarga qilish, o'qya qatorliq jang qurollari esilgan etkabxonaga pan bilan kirib kelgan mahram yigit Ulusbegining tagsiz xiyollariga barham berdi. Yigitning qo'lida bir piyola choy bor edi.
Suluqçı basla hazırdım. Dedi yigit çay piyalası qo'yilgan patmusni ehtirom bilan tanglab. Çayga qo'lini uzatgan Ulusbegining ko'zi yigitga tushishi bilan ko'ngli birdan vallada yorib ketdi. Boyadan beri ishonchlik sadoqat bilan navkar izlab boshqa turib ketibdi mana. Ko'z oldimdikisini ko'rmay. Otanisidan kichiklik qolgan mahram yigitni Ulusbegi balachilab beqib olgan edi. Uni navrlar bilan birga xonlik madrasasida o'qitdi. Bola bekmi chechan cho'ng bo'ldi. Mayli qalam, mayli alam mahoratida bo'lsin, tangtushlaridan xeyli ustun turibdi. Ammo qizlar o'xshash yuz tuvan edi. Tangtushlaridek o'rinsiz sho'xlik qilmaydi. Ulusbegini bekmi hurmatlaydi. Tik beqib qarmaydi. Oldidan to'g'ri o'tmaydi. Shu sababdan Ulusbegi uni o'ziga xos mahram qilib olgan edi. Yigit yoshinib qolgan buvoyning qo'li puxta edi. Qasrda Ulusbegi uningsiz hech ish qilolmaydi. Shu tufayli yigitni erkilatib Qanotbek deb chaqirdi. Keyincha qasrdagilarmi uni Qanotbek deb chaqiradigan bo'ldi. Bara-bara uning asli ismini unutib ketishdi. O'ltirsizlar, dedi Ulusbegi yigitga yenidan joy ko'rsatib. Yigit yo o'ltirishga petnamay, yo Ulusbegining buyrug'idan chiqolmay, tanqis holatda turib qoldi. "Kasla o'g'lim, yenimda o'ltirsizlar", dedi Ulusbegi yigitga mehribonlik bilan qarab. Yigit qo'rinibgina supining levida o'ltirdi. "Qomol Barskul taraflarga yolg'iz boralarmi?" Qanotbek das o'rnidan turdi. "Kaminalar hazratimning otgan o'qidirman." Ulusbegi memnunlik bilan beshini langshitdi. "Buni bilaman, o'g'lim. Biroq o'zlar mush yoshga kelguncha o'l taraflarga berib boqmadilar. Men bilan birga safar qilganlar boshqa. Bu do'ram o'zlari yolg'iz, yana kelib yo'llari notunish bir yurtga boradilar. Uning ustiga tez berib, tez yanmaslar bo'lmaydi. Hazratimning farmonini jon dilim bilan o'rinlashga tayyorman." Ulusbegi yigitning bu vazifaning huddasidan to'liq chiqa oladiganligiga ishonch bog'lagan edi. Shunga uningdan yana ortiqcha gap so'rab ko'rmadi. "Undaq bo'lsa, qog'oz qalam tayyorlab berib, obdan aram elib olsunlar. Ati bomdoddan yenib yo'lga chiqadilar." Yigit bulungdagi chaqqong'ina shirani ko'tarib kelib, Ulusbegining oldiga qo'ydi. Ondan qog'oz qalam akilib, siyohdonni ozroq namdab, siyoh ezishga kirishdi. Qanotbekning har bir harakatini tafsiliy kuzatib o'ltirgan Ulusbegi at-atigan uningga qo'mil yo'lini tafsiliy tushuntirib qo'yishni ko'ngliga pukdi. Go'zal Barskul yoyliqi tumanlagan lashkarlar bilan to'lib ketgan edi. Shahzod Uvaysxon qo'mildan lashkar tortib kelib bo'lguncha Eson-Toyshi Mo'ng'ul dallisidagi har qaysi ittifoqdosh qabilalardan yordam so'rab, chaparman mang'uzgan va lashkarlarni tartibga solib, qarorgohlarni mustahkamlab ulgurgan edi. Shahzod Uvaysxon bilan Amir Supurga Mirzining sarkard lashkarlari yov qarorgohi bilan bir sax orliq qoldirib, qarorgoh qurdi va kech-kunduz piyoda yo'l yurgan lashkarlarni orom oldirish uchun oldirab yovga hujum qo'zg'amadi. Hamda Mo'ng'ullarning kechada qarorgoh bosqin qilishdan saqlanish uchun qattiq ehtiyot tadbirlarini ko'rdi. Qo'milda qattiq zarba yegan Eson-Toyshimo hamdamga keladigan qo'shinni kutib, qaramliq qilishga petinolmadi. Shu topda har ikki taraf bir-birining ahvolini qattiq kuzatib o'tdi. Shahzod Uvaysxon Eson-Toyshining to'mirini tutib beqish uchun bir necha qatim jangga undab boqqan bo'lsa, lekin jangga chiqmay qo'ydi. "Yana nimaga saqlaymiz olilari?" dedi bargohi oliga usibli kirgan sarkarda Bo'ron xo'ja. "Aslida Barskulga kelgan kunimizning atsli hujumga o'tib, o'l mal'unlarni surtuqay qilsak yaxshi bo'ladi. Mana endi ular hamdamchi qo'shin kelgili turibdi." Shahzod Uvaysxon Amir Supurga Mirzo Saydali olib qatorliq amir sarkarlarga bir qarab etib, Bo'ron xo'jaga yuzlandi. "Bu ma'lumot ishonchlikmi sarkarda? Yo'q, rostdan hamdamchi qo'shin kelibdimi? Rost bo'lmay emisa?" dedi sarkarda Bo'ron xo'ja terkib. "Chorlug'uchilarimiz o'z ko'z bilan ko'ribdi." "Undaq bo'lsa bek yaxshi bo'pti", dedi Saydali olib kulib.
Boran Xo'ja taajjublanib Saydali Olibga tikildi. Bu nima deganlari Amirzodam? Agal o'ltirsizlar sarkarda, dedi Amir supurgan Mirza Saydali Olibning o'rnida javob berib. Yovning qarorgohi to'limi puxta, uning ustiga qattiq mudofaa holatida turganlik uchun oldirab hujum qilsak sarkar lashkarlarimizga ziyoda talafot yetib qilishdan ansirgan edik. O'zlagim ayon bir necha qitim jangga undab boqqan bo'lsaqmi, ular qarorgohning sirtiga chiqmay qo'ydi. Lashkarlarimizga yo o'q bilan zarba berishga hozirlandi. O'zlami ko'dlar, yov qarorgohining ichida aplik, doldi joylarda turib o'q otdi. Bizning lashkarlarimiz bo'lsa ochiqchilikda. Bundaq ahvolda bizning komandazlarimizning atgan o'qlari zoya ketishi, yov komandazlarining atgan o'qi talafot yetkazishi aniq. Şol boisdan hujum qilishga oldirmagan edik. Mana endi ularga hamdamchi lashkar kelgan bo'lsa, lashkarlarimizning tamomidek piyoda ekanligini, o'zlarining otliq ekanligini nazarda tutib jang qilishga oldiraydi. Endi qo'mildagidek loyihandagi elis oqmasmikan janoblari? Dedi sarkarda Boran Xo'ja. To'rt atrofimiz to'p-tiz yoyloq, yovni oldirab qandak sakratmak tas. Rost aytdilar sarkarda, dedi Saydali Olib so'z ilib. Yog'och qozondimi bir qitim osh pishidi. Har jinida bir qitim puti sepilgan to'shikka ikkinchilab qadam bosmaydi. Shunga endi loyihandagi elisni ishlatmaymiz. Har degani eshak degan so'zgan. Yovni otliq deb o'zimizning jasoratini sundurmaylik. Garchi bizning otliqlarimiz oz bo'lsa-mu, biri 10 ga tetaydi, dedi Boran Xo'ja Shahzod Uvaysxonga qarab. Ati oliylari farmon bersa, sarkarda Roji Xo'ja Niyoz bilan billa otliq yigitlarimizni boshlab turshavul bo'lay. G'albi Nusrat degan lashkar saramjonlarning oz ko'plik bilan emas, jasoratiga qarab yuz ochdi. Albatta tadbirmi bor, dedi Supurgi Mirza kulib. Chunki botirlik o'qini tadbir yosida otsa daltigida emasmi? Rost aytdilar amir janoblari, dedi Shahzoda Uvaysxon. Yovg'i ko'mak kelgan bo'lsa, endi qarorgohini saqlab yetib emas. Yurakidagi mag'lubiyat tashvislari tarqab, dimoqlari g'oliblik xo'raklari bilan ustun bo'lur. Nusrat tamasi ko'nglini butun qilur. Ammoki yordam g'oliblikning birdan-bir sababkori bo'lanmas. Tadbir hikmat bilan ish ko'rgandilar, ondan g'oliblik tug'ini abadiy lapildatkili bo'lur. Shuni jazm qilg'ili bo'ludiki, ati biz jangga undimasakmi, ol yog'i bizni jangga undar. Qo'milda ularni yengib sarkard lashkarlarimizning jasorati hasilab ochdi. Bu jangda tadbirimiz g'olibligimizga asos bo'ldi. Lekin hozir yov bilan o'ttirimiz. U chetiga tuxum qo'ysa, bu cheti ko'ringidek tap-takshi yoylaqdir. U chetiga tuxum qo'ysa, bu cheti ko'ringidek tap-takshi yoylaqdir. Bu hol yovning otliqlari uchun to'limi foydalidir. Atki jangda salballik ketkizib qo'ydigan bo'lsak, jon saqligimiz basi mushkuldir. Shahzoda Uvaysxonning gapini anglab, sarkarda Boran Xo'ja jimib qoldi. Tadbiring bo'z ko'rsatmamsan deganni qilib, Saydali Olibga yerdagidan qarab qo'ydi. Qarorgohimizni bugun kecha yarim parsaq kayniga chekindiraylik, dedi Saydali Olib biroz o'ylanib olgandan keyin. Ati otliqlarimiz turshavul bo'lmag'ay. Sarkarda Boran Xo'ja Saydali Olibning ko'ziga yolt etib qarab, gap qilish uchun og'zini o'mallab to'xtab qoldi. Buning boisi nimikin? So'radi Supurgi Mirza. Bu navbat piyodalarni turshavul qilaydi. Sarkarda Boran Xo'ja bilan sarkar Roji Xo'ja Niyozning otliq yigitlari ikki tarafda bo'ktirmada turgan, dedi Saydali Olib tushuntirib. Bunda qilsak, yog'i qarorgohimizni chekindirganligimizni hamda piyodalarni turshavul qilmaganimizni ko'rib, yurgi texmi yo'g'naydi-da, bexudlashidi. G'albi tamasida hech nimaga qaramay hujumni tezlatdi. U
çağda şiddet bilen bastırıp kelgan otliqlarga taqobil turmaq təski toxtarmikin? Dedi sərkərdə Raci Xoca Niyaz. Taqobil turuş u yoqda tursun, piyodalarimiz yovning ot tuyoqlarida dastilib ketadi. Dedi ishkaga Oxunbek. Otliqlarimiz to'sib bersa, piyodalarimizning taqobil turmoqqa osonga tushadi. Dedi sərkərdə Mənglik Aqniyaz. Şahzadə Vaysxon bilan Amir Supurgi Mirzo nima deydi ekan deb Saydali Olibga tangli qaradi. Hozir kuz fasli bo'lg'achqa yoyloqning o't cho'plari bakmi buluq. Men xeyli obdan kuzatdim. Bang pakar o't cho'plarmi odamning qoq poqalchikiga keladi ekan. Egiz o'sganlari tizdan oshadi ekan. Oshi o't cho'plar orasiga qo'ziq qiqib tani tataydi. Qo'yindak chepib bostirib kelgan otlarning oshi qo'ziq tanilar putlashmag'ini men bir ko'ray. Şahzad Vaysxon bilan Amir Supurgi Mirzoning chiroyiga villadi kulki yugurdi. Piyodalarimiz yolg'ondan hujum qilib rostdan qochadi ekanda, dedi Sarkarda Mənglik Aqniyaz. Durust aytdilar Sarkarda, dedi Saydali Olib. Ol tani qo'ziqlarga tumanlagan otlarning putlishi notayin, dedi Sarkarda Bo'ronxo'ja toza qoyil bo'lmay. Putlashmay bostirib kelganlarni-chu. Ularni Bodir qo'ziq bilan to'saymiz, dedi Shahzod Vaysxon ishonch bilan. Bodir qo'ziq 2-3 metr uzunlikdagi bodirining uchini ushlab yasagan qo'ziq deb izohatdi. Yerdan 2-3 kez egizlikda cho'qchib chiqqan Bodir qo'ziqlar quyundek chepib kelgan otlarning dal ko'krikiga sanjiladi. Ayni mutta, dedi Saydali Olib memnunlik bilan kulib. Mana bu chaqda piyodalarimiz oldidan bo'ktirmada turgan otliqlarimiz ikki yondan shiddatli hujumga o'tadigan bo'lsa, yovning otlari qudurtini yo'qitadi. Tamtirab sepi buzilgan otliqlar piyodalarimizning oldida ilojsiz qoladi, dedi Amir Supurgi Mirzo. Amisi shundoq qilayli, dedi Shahzod Vaysxon bu tadbirni qabul qilganligini jakolab. Janob sarkarlar hozirdan boshlab ol tadbir bo'yicha hozirlik ko'rsinlar. Farmon berdormiz. Sarkarlar egilib salom berib etib, bargoh oliydan yenib chiqishdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.